Qiyomat kuni insonlar Allohning huzurida sapmu sap bo'lib turadi. Dunyodagi barliq martabalari, boyliqlari, yuz obro'ylari hammasi butunlay yo'qoladi. Bilamsiz, qiyomat kunida sizga eng sodiq qoladigan ikki do'stingiz bor. Mana bu oliy darajadagi ibodat fursati bizga kundalik namozlarimizda bo'libmi bomdod namozi, tarovih namozi, tahajjud namozi Dozaq mahkam taqilib yetib keldi bizlarga xush muborak Ramazon ibodatda usul ko'p fazilatga boy. Aziz qarindoshlar, qarshimizdagi manzarani bir tasavvur qilib boqaylik. Qiyomat kuni insonlar Allohning huzurida sapmu sap bo'lib turadi. Dunyodagi barliq martabalari, boyliqlari, yuz obro'ylari hammasi butunlay yo'qolgan bo'ladi. Har bir jon egisi o'zining qutulishi uchun ansiraydi. Mana mushundoq kunda sizni o'ylantiradigan bir savol bor qarindishim. Ashu hal qilg'uch paytda sizga kim shafaat qila oladi? Dunyoda birga mangan do'stingizmi yoki har kuni yuzlashadigan oila a'zolaringizmi? Bilamsiz, qiyomat kunida sizga eng sodiq qoladigan ikki do'stingiz bor. Ular bo'lsa-mu roza va Qur'on. Bu ikkisi bir-birini kuchlantiradigan ikki ulug' ibodat. Inson eng qiyin, eng qorong'u Allohning huzurida hisob beradigan vaqtda bu ikki sodiq do'st paydo bo'lib, "Ey Robbimiz, biz bu bandaga guvoh, uni kechirgin" deb shafaat qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning hadisida bu nihoyat ochiq bayon qilingan. As-siyamu val Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yawmal qiyamah. Roza va Qur'on qiyomat kuni bandaga shafaat qiladi. Yaqulu as-siyam: "Ey Robb, mana'tuhu at-ta'ama wash-shahawati bin-nahar, fashaffi'ni fihi." Roza: "Ey Robbim, men uni kunduzi tamoq va shahvatlardan to'sdim. Meni uningga shafaatchi qilgin" deydi. Va yaqulul Qur'an: "Mana'tuhu an-nawma bil-layli fashaffi'ni fihi." Qur'on: "Men uni kechida uxlashdan to'sdim. Meni uningga shafaatchi qilgin" deydi. Qala fayushaffa'an deyildi. Keyin ularning ikkilisi shafaatchi qilinadi. Ya'ni ikkinisining shafaati qabul qilinadi. Ramazonda roza kunduzdagi sodiq do'stingiz, Qur'on kechidagi hamrohingiz. Bu hadisda biz ikki muhim ibodatning qiyomat kundagi qimmatini ko'ra olamiz. Roza kunduzi bandani tamoq va shahvatlardan to'sqanlik uchun shafaat qiladi. Qur'on kechida bandani uxlashdan to'sqanlik uchun shafaat qiladi. Bu muborak Ramazon oyida roza va Qur'onning birlashgan kuchi bizga oxiratda nijotlik yo'lini ochib beradi. Bu ikki ibodatni birlashtirish orqali biz moddiy va ma'naviy jihatdan mukammal bir tarbiya olamiz. Imom Navaviy rahimahulloh aytgandek, roza tutish va Qur'on o'qish ikki ulug' ibodat. Bu ikkisini birlashtirgan kishi jannatning ikki eshigidan kirishga loyiq bo'ladi. Birisi roza tutganligiga qarta kiradigan eshik, yana birisi Ramazonda Qur'onni ko'p o'qiganligiga qarta kiradigan eshik. Mana bu oliy darajadagi ibodat fursati bizga kundalik namozlarimiz bo'libmi bomdod namozi, tarovih namozi, tahajjud namozida muyassar qilinadi. Bomdod namozi kunning boshlanishida, tarovih namozi kunning oxirida, tahajjud namozi bo'lsa kechining oxirgi 3dan 1ida o'qiladigan ibodat bo'lg'achqa, ro'zador kishining kunduzini, kechisini Qur'on bilan qurshab turadi. Bu ro'zador kishining butun bir kunini, ya'ni 24 soatini ibodat bilan o'tkazishiga yordam beradi. Men ro'zaning shafaatiga qanday erishalayman desangiz, ro'zaning shafaatiga erishish uchun faqat och, ussiz yurishlik kifoya qilmaydi. Ro'zaning haqiqiy mohiyati badanning och qilishidan iborat emas, balki chin dilidan Allohga bo'ysunish va hayotimizning butun qirlarini poklashdan iborat. Shuning bilan birga tilimizni, ko'zimizni, put-qo'llarimizni harom ishlardan va gunohlardan saqlashimiz bizni ro'zaning shafaatiga noil qiladi. Undaqda men Qur'onning shafaatiga qanday erishalayman desangiz, men sizga 4 muhim nuqtani ta'kidlab o'tay. Birinchidan, Qur'onni ko'p o'qing. Payg'ambarimiz alayhisalom: "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi." Qur'onni ko'p o'qinglar, chunki u qiyomat kuni uni o'qigan kishi uchun shafaatchi bo'lib keladi deb ko'rsatgan. Shunga kunda oz bo'lsa Qur'on o'qish uchun 1 soat ayirib qo'ying. Bu odatni boshlash uchun Ramazondami yaxshi fursat topolmasligingiz mumkin. Bu davrda nurg'un musulmonlar Qur'on o'qishga vaqt ajratolmayotdi. Agar biz Ramazonda har kuni 1 soat bo'lsa Qur'on o'qishga odatlansak, bu odatni yil bo'yi davomlashtira olishimiz mumkin. Ikkinchidan, kechida Qur'on bilan qiyomda turing. Qur'on men uni kechida uxlashdan to'sdim deb shafaat qiladi. Tarovih namozingizni cho'qim tashlamang. Payg'ambarimiz kimiki imom bilan birga namozdan chiqquncha tursa
tursa, Alloh taolo uningga kechilik qiyomning savobini yozadi degan. Demak, nafl namozlari bilan, bulubmi tarovih namozi, tahajjud namozlari bilan kechalarini ihyo qilgan kishilar Qur'onning shafoatiga noil bo'la oladi. Uchinchidan, Qur'onni tushunishga va amal qilishga tirishing. Qur'onni faqat ovozli o'qish bilan cheklanib qolmang. Ma'nisiga ko'ngil bo'ling, chunki bugungi kunda Qur'onning ma'nolarini o'rganish fursatlari nihoyat ko'paydi. Qur'on darslariga qatnashing, tafsir kitoblarini o'qing yoki ishonchli ustozlardan ilm oling. Bu orqali Qur'onni tushunish saviyangizni texmi yuqori o'stira olasiz. 4-dan Qur'onni bolalaringizga, atrofingizdagilarga o'rgating. Payg'ambarimiz aytgandek, "Xayrukum man ta'allamal Qur'ana va 'allama." Sizlarning eng yaxshinglar Qur'onni o'rgangan va o'rgatganlardir degan. Qur'onni o'rganish va o'rgatish bizga ikki hassi shafaat elib keladi. Hozirgi vaqtda oilalar bolalarini Qur'on o'rganishiga rag'batlantirish uchun munosib muhitlarni yaratib berish kerak. Aslab baqayli qarindoshlar, Ramazon oyi ro'za va Qur'onning birlashgan oyi. Bu fursatni g'animat bilaylik. Ruhimizni Qur'on bilan, badanimizni ro'za bilan poklaylik. Shuning uchun Ramazon oyida ro'za tutish bilan birga Qur'on o'qishga alohida ahamiyat beraylik. Qur'onni tushunib o'qish, ma'nosini tafakkur qilish va uning ko'rsatmalari bo'yicha yashashga tirishaylik. Aziz qarindoshlar, qiyomat kunidagi o'zingizdan so'raydigan eng muhim savol, men ro'za va Qur'onning shafoatiga loyiq bo'la oladimmi degan savol. Agar siz dunyoda loyiq bo'la olgan bo'lsangiz, qiyomat kunida bu ikki shafoatchi sizni hargizmi yolg'iz qo'ymaydi. Alloh taolodan barliq musulmonlarni ro'za va Qur'onning barakatidan to'liq bahramand qilishini, bu ikki ulug' ibodatning shafoatiga noil qilishini tilayman. Amin.